Nimaga Real Madridga har doim top darajadagi futbolchilar tashrif buyuradi? Bu jamoa hech qachon futbolchilar ortidan umidsizlarcha quvmaydi. Aksincha, oq libosning tortishish kuchi bo'lsa kerak. Shunday emasmi? Tushunganingizdek, Real Madridga o'tishga juda ham yaqin turgan futbolchilar haqida gaplashamiz. Siz esa videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, shunda futbolga oid eng zo'r kontentlardan qolib ketmaysiz. Bu yozda Rodri va Enzo Fernandes nomlari pichirlanyapti. Futbolni tushunishning ikki xil usuli, ikki lider, eng katta sahnani izlayotgan ikki hikoya va markazda ular turibdi. Rodri Manchester Cityga Gvardiolaning yangi rejalari me'mori sifatida tashrif buyurgandi va dunyoning eng yaxshi yarim himoyachisiga aylandi. Oltin to'p sohibi, bir avlodning miyasi, o'zi sahnada bo'lishga muhtoj bo'lmasdan boshqalarni g'alaba qozontira oladigan futbolchi, sokin, vayronkor va eng muhimi mukammal darajada aniq o'ynaydi. Enzo Fernandes esa Chelseaga Benficadan juda ham katta bosim bilan kelgandi va jahon chempioni bo'lib kelgandi. Unda olov bor, unda vertikallik bor. U 24 yoshda va hali o'z cho'qqisiga